هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Talaq tefsiri 6. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvende diktanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Talaq suresi 6. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ularni, yani qo'yib etilgan ayollarыңlarni qudratinglarning yetishicha o'zinglar o'ltirayotgan joyinglarning bir qismida o'ltirg'izinglar. Ularni tanglikda qoldirish uchun ziyon yetkazmanglar. Ya'ni ularni chiqib ketishga majburlash uchun turalg'i jihatdan, nafiqi jihatdan qismanglar. Agar ular hamildor bo'lsa, boşanğan kadar ularni ta'minlanglar. Agar ular sizlar uchun balalarni emitib bersa, ularning emitish haqqini beringlar. Haqqoniy asosda o'zaro maslahatlashinglar. Agar fikrda kelisholmasanglar, uni, ya'ni balani boshqa bir ayol emitsin. Bay adam ayolini ve balasını özünün baylığı yarışa təminlisin. Rizq tar qılınğan adam Allah'ın onun berginiga yarışa təminlisin. Yani her adam özünün iqtisadi ahvaliga yarışa xarajat qilsin. Allah insonni faqat taqati yetadigan ish qilish taklif qiladi. Yani faqir odamni boyni taklif qilgan ishga taklif qilmaydi. Allah qiyinchilikdan keyin osonlikni berdi. Ya'ni faqirlikdan keyin boylikni berdi. Taloq qilingan ayolning erining iqtisodiy ahvoliga yarasha uy bilan ta'minlanganligi to'g'risida. Allah Teala bendilerini agar ulardan biri ayolini qo'yib etsa, ayolning iddati tugaganga qadar uy bilan ta'minlashga buyurib mundaq deydi. Ularni, ya'ni qo'yib etilgan ayollaringlarni qudratinglarning yetishicha o'zinglar o'ltirayotgan joyinglarning bir qismida o'ltirg'izinglar. Bu oyat haqida Ibn Abbas, Mujahid va bir qancha kishilar mundaq deydi. Ya'ni turmush ahvolinglarga yarasha ularni uy bilan ta'minlanglar. Qatada mundaq deydi. Agar sen ayolni o'ltirg'izgudek uy topolmasang, uni o'z uyingning yenida uy tayyorlab o'ltirg'izgin. Taloq qilingan ayolni tanglikda qoldirishdan to'sish to'g'risida. Ularni tanglikda qoldirish uchun ziyon yetkazmanglar. Ya'ni ularni chiqib ketishga majburlash uchun turalg'i jihatdan, nafiqi jihatdan qistamanglar. Muqatil İbn Hayyan bu ayette ayolının mal mülkini eriga tashlab berishni yoki ayolının erning uydan chiqib ketishi uchun erning qasdan bu ayolni qiyin ahvolga tushirib qo'yishdan to'sish ko'z tutiladi dedi. Savri Mansur'dan Abu Zahhakning bu ayet haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu ayet erning ayolni taloq qilib, ondan ayolning iddati to'shishga 2 kun qolganda ayoli bilan yenishib elishdek qilmishini qilishdan to'sadi. Chunki u erning shunday qilishi ayoliga qasdan ziyon yetkazishni ko'zlaganlikdir. Qayta nikoh o'qimasdan yenishib elishga bo'lmaydigan homildor ayolni toki u yangi bo'g'ichi ta'minlashning
erning ustiga yüklangan majburiyat ekanligi to'g'risida. Agar ular homildor bo'lsa, bo'shanğanğa qadar ularni ta'minlanglar. Agar qo'yib etilgan ayol homildor bo'lsa, u yangi kichilik uni ta'minlash erning ustiga yüklanadiganlikdan iborat. Bu hukm dal qayta nikoh o'qimg'ichilik yenish qilib bo'lmaydigan ayol uchundir. Chunki nikohsiz yenish qilinishib, yenib qilib bo'lmaydigan ayolni ta'minlash u mayli homildor bo'lsin yoki bo'lmasin, erning ustiga yüklanadiganligi aniqdir. Qo'yib etilgan ayol balını emitib bersa, emitib berganligi uchun haq elishga haqli ekanligi to'g'risida. Agar ular sizlar uchun ballariinglarni emitib bersa, ya'ni taloq qilingan homildor ayol yangi bo'lishi bilan iddatdan chiqqan bo'ladi-da, nikohsiz yenish qilib bo'lmaydigan holatga o'tadi. Bu chaqda balını emitib berish yoki emitib bermaslik onaning o'zining ixtiyorligida bo'ladi. Ayolning bu ixtiyorligi balını o'g'iz sutini emitib bergandan keyin bo'ladi. Chunki ana balaning o'g'iz sutini cho'qim emitish kerak. Agar bu ayol balasini emitib bersa, boshqalarning balasini emitib berib haq oladigan ayollarning barobarida haq elish huquqi bor. Bundaq ahvolda ana balaning dadisi bilan yoki balaning valisi bilan uni emitib berish uchun muayyan miqdorda haq elishga kelishsi bo'ladi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: Agar ular sizlar uchun ballariinglarni emitib bersa, ularning emitish haqqini beringlar. Haqqoniy asosda o'zaro maslahatlashinglar. Ya'ni sizlarning ishinglar o'zaro ziyon solmaydigan asosda maslahat bilan bo'lsin. Alloh taolo bu vaqtda Sura Baqarada mundaq deydi: Onani balasi sabablik ziyon tatqizmaslik. Otinimu balasi sabablik ziyon tatqizmaslik lozim. Agar fikrda kelishalmasanglar, uni ya'ni balani boshqa bir ayol emitsin. Ya'ni ayol emitish haqqini ko'p talab qilsa, uni qabul qilmasa yoki kelishgan haqdan oz bersa, bu sababdan bilan ayol o'rtasida ixtilof tug'ilsa, balani anasidan boshqa bir ayol emitib bersin. Gerçi ana o'z balasini emitishga eng haqli turuqliq, u ayol kelishalmaslikdan u balasini boshqa bir ayolning emitib berishiga rozi bo'ladigan bo'lsa, bu ishni mushundaq hal qilmay bo'lmaydi. Boy adam ayolini va balasini o'zining boyligiga yarasha ta'minlasin. Ya'ni balaning dadisi yoki uning valisi o'zining holiga qarata balani ta'minlasin. Rizq tar qilingan odam Allohning uning berganiga yarasha ta'minlasin. Ya'ni har odam o'zining iqtisodiy ahvoliga yarasha xarajat qilsin. Allah insonni faqat toqati yetadigan ish qila taklif qiladi. Ya'ni faqir odamni boyni taklif qilgan ishga taklif qilmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: Alloh taolo hech kimni toqati yetmaydigan ishga taklif qilmaydi. Taqvodor bir ayolning qissasi to'g'risida. Allah qiyinchilikdan keyin osonlikni berdi. Ya'ni faqirlikdan keyin boylikni berdi. Bu Alloh taoloning va'dasidir. Alloh taoloning va'dasi haqdir. U va'dasiga xiloflik qilmaydi. Alloh taolo qiyinchilikdan keyin osonlik beradiganlik haqida mundaq degan: Albatta her bir mushkullik bilan bir osonlik bor. Albatta her bir mushkullik bilan bir osonlik bor. İmam Ahmed Abu Hurayraning mundaq deganligini rivoyat qiladi:
Nəhayət burunqi zamanda bir odam uylangan bo'lib, u ayol ikkilisi biri tapovat qilolmaydi ekan. Bir kuni bu odam safardan qaytib kelib, qo'sqi och, üstü beshini to'pichang bosgan holda ayolning qishig'iga kirib ayoliga: "Yigidek bir narsa bormi?" deydi. Ayol: "Ha, xo'sh xabar eling. Bizga Alloh taolaning bergan rizq keldi" deydi. Ayolni o'ziga tamoq keltirishga buyurib: "Nimaga qarab tursiz? Men yigidek bir narsa bermamsiz" deydi. Ayol: "Bo'ladi, biroz kuting" deb Alloh taolaning rahmatini umid qilib turaverdi. Uzun vaqt o'tdi. Ayoliga: "Nimaga tursiz? Qo'ping, men tamoq bering, yigidek bir narsa akiling. Men ochlikdan o'lay dedim" deydi. Ayol: "Bo'ladi. Mana hozirla tonurni ochimiz, aldirab ketmang" deydi. Bir hazog'icha jim bo'lib qoldi. Oxiri erining o'ziga bir narsa deb turganligini sezgan ayol o'ziga gap boshlab: "Tonurga qarab baqay" deydi va o'rnidan qo'pib tonurga qarab, tonurning ichida yerim qilib parchalangan qo'y go'shtlari bilan to'lganligini va ikki yog'inchoq teshining un tortayotganligini ko'rdi. Shuning bilan ayol tugmandagi unlarni pokiz yig'ib oldi. Tonurdagi qo'y go'shtlarini chiqardi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Abu Hurayra radiyallohu anhu bu qissani bayon qilishni davomlashtirib mundaq deydi: Payg'ambar alayhisalomning jini ilkida bo'lgan zot Alloh taolaning nomi bilan qasamki, Muhammad alayhisalom agar u ayol tugmandagi unni unchilik darajada pokiz yig'ib elib olmaganida, u yog'inchoq u ayolga toki qiyomat kunigacha un tatib bergan bo'ladi degan. Subhanalloh, la havla va la quvvata illa billah. Nurg'un shaharning aholilari Robbining va uning payg'ambarining amridan bosh tortdi. Ulardan qattiq hisob oldik va ularni qattiq jazoladik. Ular qilmishlarining vabolini tetidi. Ularning qilmishlarining oqibati ziyon tortishdan iborat bo'ldi. Alloh ularga oxiratda qattiq azob tayyorladi. Ey iymon etgan aql egillari, Allohdan qo'rqinglar. Allah sizlarga Qur'onni nozil qildi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni qorong'ulikdan nurga chiqarish uchun sizlarga Allohning ro'shan oyatlarini tilovat qilib beradigan payg'ambarni avatdi. Kimiki Allohga iymon etadi ekan va yaxshi amal qiladi ekan, Allah uni ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Allah ularga esil rizq, ya'ni jannatdagi rizq va ne'matlarni berdi. Rabbining amridan bosh tortganlarning jazolanishi to'g'risida. Alloh taolo o'zining buyrug'iga xiloflik qilgan, payg'ambarlarni inkor qilgan, o'zi belgilab bergan yo'ldan boshqa yo'lga mangan kishilarni qattiq ogohlantirib va shu sabab bilan ilgari o'tgan nurg'un ummatlarga tushgan azobdan xabar berib mundaq deydi: Nurg'un shaharning aholilari Rabbining va uning payg'ambarining amridan bosh tortdi. Ya'ni ular haddidan eshib, cho'ngchilik qilib, Alloh taolaning amriga va uning payg'ambarlarining amriga ergishishdan bosh tortdi. Ulardan qattiq hisob oldik va ularni qattiq jazoladik. Ya'ni ularni qattiq rasvo qildik va qattiq xor qildik. Ular qilmishlarining vabolini tetidi. Ya'ni Alloh taolaning va uning payg'ambarining amriga qarshilik qilganligining jazosini tetidi va pushaymon asqatmaydigan yerda pushaymon qildi. Ularning qilmishlarining oqibati ziyon tortishdan iborat bo'ldi.
Allah ularga oxiratda qattiq azob tayyorladi. Ya'ni Alloh taolo ularni dunyoda jazolash bilan birga oxiratda ularga qattiq azob tayyorladi. Alloh taolo ayni shundaq kishilarning qissalarini xabar qilgandan keyin mundaq deydi: Ey iymon etgan aql egillari, Alloh taolodan qo'rqinglar. Ey sog'lom tushuncha egillari, sizlar ulardek bo'lmanglar. Ulardek bo'lsanglar, ularga yetgan qattiq azob sizlarga yetadi. Ey iymon etgan, ya'ni Alloh taoloni va uning payg'ambarlarini tasdiq qilgan aql egillari, Alloh taolo sizlarga Qur'onni nozil qildi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Mundaq degan: Qur'onni haqiqatan biz nozil qildik va cho'qim uni qo'g'daymiz. Payg'ambar alayhisalomning sifati to'g'risida iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni qorong'ulikdan nurga chiqarish uchun sizlarga Allohning ro'shan oyatlarini tilovat qilib beradigan payg'ambarni avatdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: Bu Qur'on shundaq kitobdirki, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, uni sana kishilarni Rabbining izni bilan qorong'ulikdan, ya'ni kufrdan yorug'likqa, ya'ni iymonga chiqarishing uchun g'olib hamma tillarda madhilangan Allohning yo'liga boshlashing uchun nozil qildik. Alloh mu'minlarning egisidir. Ularni kufrning zulmetidan iymonning yorug'ligiga chiqaradi. Ya'ni Alloh taolo mu'minlarni kufrining va nodonlikning qorong'uligidan iymonning va ilm ma'rifatning nuriga chiqaradi. Vahiy bilan hidoyatga erishgili bo'ladiganligi uchun Alloh taolo o'zi nozil qilgan vahiyni nur deb atadi. Shundaqla vahiyning dillarga hayotlik beg'ishlaydiganligi uchun Alloh taolo mundaq dedi: Shuningdek, ya'ni boshqa payg'ambarlarga vahiy qilgandek, amrimiz bo'yicha sana Qur'onni vahiy qildik. Sen vahiydan ilgari Qur'onning va iymonning nima ekanligini uqmayding. Lekin biz Qur'onni bir nur qildikki, uning bilan bandalarimizdan xohlagan kishilarni hidoyat qilamiz. Shak shubhisizki sen to'g'ri yo'lga boshlaysan. Kimiki Allohga iymon etadigan va yaxshi amal qiladigan, Alloh uni ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Alloh ularga esil rizq, ya'ni jannatdagi rizq va ne'matlarni berdi. Bu oyatning mazmuniga o'xshaydigan oyatlarning tafsiri yuqorida ko'p qitim takrorlandi. Uni bu yerda qayta takrorlash hojasiz. Allah 7 osmonni yaratdi. Ziminni osmonlarga o'xshash 7 qilib yaratdi. Allohning amri ularning orasida joriy bo'lib turdi. Sizlarga buni bildirishim Allohning hammaga qodir ekanligini va Allohning hamma narsani to'liq biladiganligini bilishinglar uchundir. Alloh taolaning mukammal qudratining bayoni to'g'risida Alloh taolo yo'lga qo'ygan to'g'ri dinning ulug' din ekanligini insonlarga his qildirish uchun Alloh taolo o'zining mukammal qudratidan va katta podshohligidan xabar berib mundaq deydi: Alloh 7 osmonni yaratdi. Alloh taolo Nuh alayhissalomning o'z qavmiga aytgan so'zidan xabar berib mundaq deydi. Mundaq degan: Sizlar ko'rmadinglarmikin? Alloh qanday qilib 7 osmonni birining ustida birini qilib yaratdi? Alloh taolo yana mundaq degan: 7 osmon, zamin va ulardagi maxluqotlar Allohni pok deb biladi. Zaminni osmonlarga o'xshash, ya'ni 7 qilib yaratdi. Bu vaqtda Imom Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi:
Kimiki zimindan bir g'irish chaqliq, ya'ni zulm bilan egallab olsa, qiyomatda bo'yniga 7 qat zimingacha taqoq selindi. İmam Buxoriy Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Uni 7 zimingacha yer yutib ketdi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Kimiki 7 qat zimindan ziminning 7 bo'li ko'z tutildi degan xato qarashda bo'lsa, u haqiqatan haqdan to'lim yiroqlashgan, xato nazariyada qaymoqib, hech qanday dalil pokisiz Qur'on bilan hadisga qarshi chiqqan bo'ladi. Alhamdulillah. Shuning bilan sura Taloqning tafsiri tugadi. Jami hamd sana va madhiya Alloh taolo xosdir. Kelar qitimda sura Tahrim 1-oyatidan boshlab o'qiymiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.